Nam, shamol, sovuq bular kuz, qish, bahor faslaridagi hamrohlarimizdir. Yeganda, ichganda, mavsumiy kiyinishda, rioyani xushlaydigan tanamizda, uni asrashda asal asosiy yordamchilarning boshlig'i desam xato emas. Yeganimiz meva, sabzavot, qizdiruvchilar, go'shtlar bo'lsa-yu, ba'zan asal bilan bo'lsa. Ichganimiz damlama, qaynatma, sharbatlar iliq holda asal bilan ishlatilsa, tanga qilinayotgan massaj, moylashlar, surtishda bular ham asal bilan ishlov berilsa, har qanday ob-havoning injiqligini, salomatlikka qilayotgan to'sig'ini yenga olamiz. Faqat uni me'yorini, qadrini bilsakkina kifoya. Agar me'yorini bilib ishlatsang asal, hech bo'lmaysan kasal yeyishgan. Albatta sizlarga ham asalni me'yori bilan, vaqtida, kerakligida foydalanib, o'z salomatligingizni saqlashda, uni quvvatlantirishda va tanangizni hamisha salomatlik bilan qadrlashingizni istab qolaman. Salomat bo'ling. Asaldan foydalaning va bilganlaringizni boshqalarga ham baham ko'rib, bilimingizni oshirib boring. Asal yesangiz bo'lmaysiz kasal. Asaldan albatta foydalaning.